Erkin Malik, bolalik va o'smirlik ko'chalari. Moxovlarga javob xati. Ertasiga Tursunboy rostdan ham boshqacha yo'l topdi. Axir moxovlar bilan xat orqali gaplashsa bo'lar ekan-ku. Hoynahoy maktab nomiga xatni erkak moxov yozgan bo'lishi kerak. Uni o'qimishli odam deyishardi. Aslida eri moxov emas, xotini moxovligi haqida gaplar yurardi. Eri xotinini taloq qilib tiriklayin ochiq ko'rga tiqishni xohlamagan, u bilan hujraga birga kirib ketgan ekan. Bilganlar uni moxovlayli majnunlar ham deyishadi. Shunday qilib Tursunboy moxovlar bilan xat orqali gaplashadigan bo'ldi. 2 kun o'tib javob xat ham qo'lga tegdi. Moxovlar bizdan bir kosa yangi sog'ilgan sut va aynan quyosh tikkaga kelib jazillatgan paytda uylari tomiga chiqib hovli tarafga qarab turishimizni so'rabdi. Sut topish mening zimmamga tushdi. Boshqalarda sog'in sigir yo'q edi. Maqtanchoq Sodiq uning sigiri qisir qolgan ekan. Ko'zimga ayicham ko'rinib ketdi. Bir kosa sutda oq choy qilib ichishga bir qoshiq sut bermaydilar-ku. Oh, men oq choyni qanchalar yaxshi ko'raman. Oq choy ichsam nimagadir oyijonimning hidlarini tuygan bo'laman. Xush yoqib ko'zlarim yumilib ketadi. Bir kosa sut uning qanday ilojini qildim endi. Sigirimizning qorni do'mpayib sutdan chiqay deb qolgan edi. Sutning-ku ilojini qilarman-a, cheti uchgan sopol kosani qayerdan topdim ekan? Kosani Sodiq uydan olib chiqib beradigan bo'ldi. Xullas, sutni moxovlarga yetkazish to'xtasining ikkimizga yuklatildi. Tomga chiqib kuzatadigan ham ma'lum bo'ldi. Tursunboy, Sodiq va men. Gari o'ynadilaringmi, o'z ko'zlaring bilan ko'ringlar nima bo'lishini, dedi Tursunboy. Men o'rtada guvoh bo'laman. Bu taklifdan men suyunib ketdim. Yana talabgorlar ham bo'lgan edi. Tomga boshqa odam sig'maydi deb Tursunboy unamadi. To'xtasinning buzoq bo'lgan. Ertasiga ertalabdan To'xtasin ikkovimiz molxonada aylanishib qoldik. Bahona tayin molxonani tozalash, qo'nglarni o'raga olib borib to'kish. Omadimiz kelib ayicham do'ppi sotgan bozorga ketdi. To'xtasin ikkovimiz shosha-pisha sigirning yeliniga yopishdik. Ikkita emchagini men, ikkitasini u cho'zg'ilay boshladik. Paqirga chirtillatib sut tushadi-yu, sira ham ko'paymaydi. Buning ustiga sigir g'ashlanib jim turmaydi. Dumi bilan unaqasiga aylantirib To'xtasinni savalaydi, bunaqasiga meni. Shunga yarasha sut ko'paysa ekan, sigirning qorni lorsillab, battar cho'changlab berdi. Sen sigirni qashla, u qashlashni yaxshi ko'radi, dedim To'xtasinga o'rgatib. Qayerni qashlay, qayeri qichiydi? Sen qashlayvergin. To'xtasin xo'sh-xo'shlab qashlashga tushdi. Xush yoqib jonivor birpas tik turib qoldi. Birdan sutga baraka kirdi. To'xtasin qashlay sigirning choviga borib qolibdi. Sigirning ham qitig'i bo'lar ekan. 4 oyoqlab bir sakradi-yu, chelakni daranglatib tepib yubordi. Zo'rg'a sog'gan sutim yer bilan bitta bo'ldi. Yig'lavoray dedim. To'xtasin bo'lsa qashlaydigan joyini endi topuvdim-a deb to'ng'illaydi. U terlab pishgan. Issiqdan nafas qisib borardi. Ikkovimiz ham ko'ylakni yechib yalang'och bo'lib oldik. Sigirimiz bolasini yalashni yaxshi ko'rardi. Birpas bolasi bo'lib tur, dedim To'xtasinga yalinib. Sizgina bolasini kechagi bozorga sotib yubordik. Rostdan ham To'xtasinning ter bosgan badani sigirga yoqib qoldi. To'xtasinning qitig'i kelib xiringlaydi xolos. Xiringlama, dedim jahlim chiqib. Sigirim bachkanalarni yoqtirmaydi. Qitig'im kelyapti-da, deb u yana xiringlaydi. Shu payt To'xtasin bir nima chaqqandek chinqirib yubordi. Paqirni shosha-pisha bir chekkaga olib qarasam, To'xtasin ikki bunchayib hovlarda yotibdi. Ha, dedim ustiga borib. Oldi. Aytdim-ku senga xiringlama deb. Oldiga ozroq xashak tashlasak nima qilarkan? Yig'lamsiradi To'xtasin. Biz o'z xatomizni endi tushungan edik. Sigirga ovqat bermay undan sut so'rayotgan ekanmiz. Ozroq xashakning ustiga kepak sepib bergan edik. O'sha bilan ovora bo'ldi, qoldi jalvor. To'xtasin anchagacha qornini ushlab ixramda yotdi. Bir amallab kosa to'lar-to'lmas sut sog'ib oldim. Uni To'xtasinga tutqazdim. Ma, sen olib borasan, meni ko'chada ayicham ko'rib qolsa o'ldiradi. To'xtasin jon deb rozi bo'ldi. Qornidagi og'riq ham esdan chiqdi. Azobni kim tortsa, rohatni ham o'sha ko'rish kerak-da. Mana endi sut bahona To'xtasin moxovlarni yaqindan ko'rib oladi.
Kosadagi narsaning nimaligi bilinmasin deb ustiga ko'ylagimni yopib berdim. Yaxshiyam yopganim. Ayacham bozordan qaytayotib to'xtasini ko'rib qopti. O'rtog'ingga nima berib yubording? Yer yutqir, to'xtatay desam erkaklardan uyaldim, deb siquvga oldi Ayacham. Umi deb darrov Tursunboyga o'xshab kallamni ishlata qoldim. U sigirni issiqqina tappisi edi Ayacha. Nima deydi bu? deya Ayacham battar sergak tortdi. Sigirning tappisi voy savli. Ja uravopti-ku, meni laqillatma yashamagur, xuddi go'shtingni yeyman-a. Uramasa bo'lmas ekan-da, Ayacha o'borguncha sovib qolar ekan. Voy o'lay, nima qilarkan uni? Oyisi bilan xolasi yuziga chaplashar ekan. Shunday qilsa oftobda qorayishmas ekan, keyin yuzlariga ajin tushmas ekan. Ish qilib shunaqa ekanda men qayerdan bilay Ayacha? Yolg'on to'qiyman deb terlab pishib ketdim. Ayachamning ko'ziga tik qara olmayman. Ajabmi, o'zlarida qo'shnilarda sigir yo'q ekanmi? Bor ekan, bo'g'ozmas ekan, qisir qolgan ekan. Bo'g'oz sigirning tappisi yog'lik bo'lar ekanda Ayacha. dedi Ayacham yer suzgandek menga qarab. Bo'g'oz sigirning suti yog'lik bo'ladi deb eshitardim. Tappisi ham yog'lik bo'lar ekanda, tavba. Ayacham yoz kunlarida ham ko'ylak ustidan yupqagina peshmat kiyib ixcham bo'lib yurardilar. Peshmatining cho'ntagida har doim qora qalam, mo'ychinak, dumaloq ko'zgu yurardi. Mening yolg'onimdan keyin Ayacham o'sha dumaloq ko'zguga qaradi-da, "Nima deding? Tappining yuziga chaplaydi dedingmi?" deb qayta so'radi ko'zgudan ko'zi uzmay. Ayacha to'xtasin, rosa ham qarashdilar. Shunga ozgina tappi berib yubordim. Yaxshi-da, shu og'aynim tappiga ham ishlayveradi. Yana birovga aytib yurmang-a, Ayacha. To'xtasinning oyisi bilan xolasi eshitib qolsa, xafa bo'lishadi. Bo'pti, ja, taltayib ketdingmi? Bundan keyin tappini mendan so'rab berding, xo'pmi? Xuyishamagur. Xo'p bo'ladi, Ayacha. Ayachamni ishontira olganimdan suyunib ketdim. Meni ham kallam yolg'on yashiqqa balodek ishlar ekan-a.